Hem bir dua kılmıştır. Evet, Hacı Seyda Hacı sağ ol. Hayırlı bereketli olsun. İşlerin olmadığını beri versin. Allahu Ekber. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizlarga xalqimizni, elimizni, yurtini nomini butun O'rta Osiyo bo'ylab tarqatib yurgan polvonlarimiz, mashhur polvonlarimiz, Ko'pkari qirollaridan Forishni Pushkin polvoni va Forish Qizilqumdan Baxtiyor polvonlar bilan suhbat qilamiz. O'ylaymanki, suhbatimiz sizga manzur keladi. Sizlarga yosh hozirgi polvonlarga kerakli maslahatlar bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polvonlar muxlislar bilan bitta ko'rishib olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum muxlislarimiz. Selamun Aleyküm. Pushkin polvon, o'zingiz haqingizda gapirib bering. O'zim Forishani Qo'lba mahallasi To'shtashdan tog'da turaman. Yoshim 61ga kirdi. 16 yoshimda otga o'tirganman. 80-yil. Shundan o'tirgan yerim bir tana oldim. 16 yoshingizda birinchi Ko'pkari bir tana qilman. Yo'lmas degan odam eski parishta bo'lib edi. Shundan o'ga kelib, shundan bobay rahmatli nasllik olib tutib berdi. Nasllik olib chopdim, keyin o'zimga bitta toy olaman deb toy oldim, kurangatni oldim. Toy edi 2 yashar edi. Shu kurangat 2 yasharda salmsam boshladi, armiyaga ketdim. 4 yasharda soldim. Keyin 2 ho'kiz oldim. Kurangatda. Samarqand oblasida, Qarashtog'ida. Shundan kelib otni yilqa qo'yib berdimdan armiyaga ketaverdim. Armiyada 2 yil yurib keldim. 84 ketdim, 86 kelib bu Derstamdan qishloqdan polvonlar keldi ko'rishga. O vaqtda soldat qilsa to'y bo'lardi. Erta Ko'pkari bor dedi. Armiyadan kelib 3 kundan keyin ikkinchi kuni otini tutib edim, 3-kuni Ko'pkariga ketdik yilqidan. Otini tutib edim. Shunda 6 yashar edi. Bordik, ot ustida tura olmadim. Keyin Xamira degan ustoz polvonlardan bor edi, Abdukarimda. Ilgari tortardim, sendan boshqa armiyaga bormayman deb so'kdi. Shundan katta aytdi, diqqatchilik qil dedi. Kuchga to'ldim uka deb. Shundan o'sha yerda Nuratada enkayib ketdim. Shundan polni enkayib Ko'pkari chopdim. Diqqatchilik. Shu